Assalomu alaykum qadrli bekajonlarim. Bugun sizlar bilan shokoladli, ichlari sochli bo'lgan mazali shokoladli pirog tayyorlaymiz. 4 ta tuxum, 1 stakan shakar, oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ketidan 1 stakan salatoviy yog', 1 stakan qatiq, hammasini solib ko'pirtiramiz. Bitta pochka razliqli 3 osh qoshiq kakao hamda 3 stakan unimizni solib hammasini bir xil massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Qolipimizda tegini yog'lab, ustidan ozgina un sepib olib, qolipimizga massamizni solib 20-25 daqiqaga duxovkaga joylashtiramiz. Biskvitimiz pishib tayyor bo'lguncha ichidagi kremini tayyorlab olamiz. 50 g un, 50 g kraxmal, 1 stakan shakar, 500 g sut, 4 ta tuxum sarig'ini solib quyilguncha aralashtirib turamiz. Quyilgandan keyin 200 g qaymoq, 200 g zgushyonka hamda 3 ta shokolad plitkamizni solib hammasini bir xil massa bo'lguncha aralashtirib xolodilnikka 1 kunga qo'yib qo'yamiz. Sovigan biskvitimizni o'rtasidan kesib olib, yaxshilab krem surib olamiz. Qolgan kremni ustlariga surib, chiroyli qilib dekor qilib dasturxonga tortishimiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.